Mana darsimizni mana shu fikrimizni quvvatlaydigan bir oyatni o'qiymiz. Xususan ish yurishmasligiga taalluqli narsa. Bir odam bo'ladi, shu ishxona ochadi, o'qiladi, bu qiladi bo'lmaydi. Mayq uradi o'zini, o'qiladi, bu qiladi bo'lmaydi. Harakat qiladi, bo'lavermaydi. Domla qanaqa bu? Axir bu duoni o'rgatganingizda aytgan edingiz-ku. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi val hazan. Shu duoda Abu Umoma aytganda o'lib ketgan ekan hamma yo'g'i. Nima menga bo'lavermayapti deganda diqqat qilib turinglar. Shunaqa fikr bo'lsa, quloq solinglar. Musulmonlar Makka mukarramani 8-hijriy yilda fath qilishdi. 8-yildan boshlab Makka musulmonlarning qo'lida. 9-yilgi haj mavsumiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni amir qilib yubordi. Madinadan musulmonlar haj qilishlik uchun chiqib ketganlarida Tavba surasidan bir qancha oyatlar nozil bo'ldi. Nima haqida gaplashyapmiz o'zi? Ishlarga o'tib ketdik-ku. Tijoratga, tirishlikka o'tib ketdik-ku. Nimaga o'tib ketdik? Bilasizlarmi nima demoqchiman oxirida bu darsda? Mana shu sahobalar 2 martadan yurtidan hijrat qilib mashaqqat mehnatlarni ko'taruvdi. Alloh taolo berdi ularga, dunyoda o'zida ham. Rasululloh tirik davrida ham berdi ularga. Rasululloh vafot etgandan keyin ham beraverdi Alloh taolo dunyo xayriyatlarini. Nima uchun? Sabr qilishuvdi. Hajga qaytamiz. Abu Bakr Siddiq chiqib ketdi Makka mukarramaga qarab. Tavba surasidan bir qancha oyatlar tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib orqali jo'natdi. Ana shu tezda tushgan oyatlarda hajga taalluqli bo'lgan hukmlar bor edi va quyidagi oyat ham bor edi. Astagfirullah. Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haroma ba'da 'amihim hada va in khiftum aylatan. Ey mu'minlar, hech shak shubhasiz mushriklar najasdir, nopok kimsalardir. Bas ular bu yildan so'ng Masjidil Haromga yaqin kelmasinlar. Agar sizlar kambag'allikdan qo'rqsangizlar, bilingki yaqinda Alloh xohlasa o'z fazli karami bilan sizlarni boy badavlat qilajak. Albatta Alloh bilim va hikmat sohibidir. Demak, mushriklarni Makkaga haj qilgani kelishi bor edi, kelishar edi. 8-yilgi hajda mushriklar bilan musulmonlar aralashib haj qilishdi. 9-yilgi haj mavsumida ham Abu Bakr amir bo'lgan paytda, Makka bo'lgan paytda mushriklar yana kelishdi. Bu oxirgi kelishi edi. Endi bu yildan keyin mushriklar Makkaga kirmasin deb Alloh taolo buyurdi. Va haqiqatan keyingi yili mushriklar haj qilgani kelmadi. Kimning ishlari o'ldi? Savdogarlardi. Chunki agar Makkaga haj qilgani kelayotganlarda yarmi musulmonlar, yarmi mushriklar bo'layotgan bo'lsa, mana shu oyatga musulmonlar itoat qilib, mushriklarni kirgizishmadi. Makkani ziyoratchilarni teng yarmi misol uchun nima bo'lib ketdi? Yo'q bo'lib ketdi. Kimning ishi o'ldi? Savdogarlarning ishi o'ldi. 1 yil, 2 yil ular mana shunday tijorat orqaga ketdi. Alloh taolo nima dedi Qur'onda? Va in khiftum aylatan. Va in khiftum aylatan. Agar sizlar kambag'allikdan qo'rqsangizlar, ya'ni mushriklar haj mavsumida Makkaga keltiradigan oziq-ovqat yoki ular olib ketadigan tijorat mollari ozayib ketganligi uchun kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, va in khiftum aylatan fasawfa yughnikumullohu min fadlihi. Agar sizlar kambag'allikdan qo'rsangizlar, bilingki yaqinda Alloh xohlasa o'z fazli karami bilan sizlarni boy badavlat qilajak. Albatta Alloh bilim va hikmat sohibidir. Tushunarlimi? Allohning hukmini tatbiq qilishuvdi. 1 yil, 2 yil qiyinchilik, mashaqqat bo'ldi, tijoratlar orqaga ketdi, ammo nima qildi musulmonlar? Sabr qilib itoat qildi. Keyin boyib ketishdi. Keyin Alloh taolo berdi. Qarang, Alloh bilim va hikmat sohibi. Nima uchun shunday qilayotganligini Alloh biladi. Va bu ishning hikmati nima ekanligini ham kim biladi? Alloh biladi. Shuning uchun suv sotadigan do'koningizdagi aroqlarni yo'q qilib, tijoratingiz risk tushib ketsa, jinda sabr qiling. 1 yil,
2 yil Alloh joyiga yetkazib qo'yadi. Chunki rizqingiz bor-da. Siz yurgizayotgan kafeda, siz yurgizayotgan oshxonada aroq sottirmay qo'ysangiz, klientlaringiz 15% kelmay qo'yadigan bo'lsa, sabr qiling. Chunki Alloh taolo bilim va hikmat sohibi. Sahobalar itoat qilishdi, mushriklarni kirgizishmadi, vaqt o'tdi, Alloh taolo albatta berdi. Agar sen birodar istiqomating, sog'lom aqiding, toating sababli qiyinchilik, mashaqqatga duch kelayotgan bo'lsang, demak Parvardigoringni nazdida oxiratdagi martabangni yuksalishini, narxini to'labsan. Xotirjam bo'l birodar. Mashaqqatda qolib ketaman deb g'am qilma, Alloh beradi. Bir yil bo'lmasa keyingi yil, bo'lmasa undan keyingi yil beradi. Chunki Alloh duo qilinglar, ijobat qilaman degan. Demak, sahoba-i ikromlar avval Habasistonga, keyin Madina-i Munavvaraga hijrat qilishdi. Da'vat mashaqqatlarini, toat mashaqqatlarini ko'tarishdi. Shundan keyin sahobalarga Alloh taolo payg'ambarimiz bor paytida ham berdi, payg'ambarimiz vafot etgandan keyin ham berdi.